Leksimizin devamı vatandaşım. Bugünkü ıslahı 2022 yıl 8. ayın 26. günü. Yukarı leksiyanın devamı. Şimdi akılda misal keltirildi. Birinci, bir kısım Cungo diplomatiya amaldarları qattiq tashviqot hareketleriga rahbarlik qildi. Ba'zi ajdahor masallik diplomatik amaldarlar deb atalgan amaldarlar qarshilashish vositasini qo'llanib, tor matbuotlardan foydalanib, Cungo bu davlatning manfaatini qo'g'didi. Bu kişiler alakadar taraflarının söz ibarlarına muhalif keladigan uçurlarga raddiya berdi yoki bu uçurlarni inkar qildi. Masalan, Cungo'nun teşviqat amaldorlari yolg'on xabarlarni tarqitib, Amerika Markaziy axborot idorasi Xinjiangda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda to'polon qo'zg'ab, Cungo hukumatini og'dirmoqchi bo'layotdi dedi. Cungo'nun bazı diplomat amaldorlari o'zlarining torbat adreslarida yolg'on uçur va yuqumliq virus manbai to'g'risida degan yolg'on uchurlarni hamda Rossiya Ukrainaga g'arazsiz va o'rinsiz urush qo'zg'adi deydigan saxta uchur va suiqasdlik uchurlarni tarqatdi. Masalan, Rossiya Ukraina urushida Amerikaning maydoni qarshi uchurlarni tarqatdi demoqchi. İkinci, devlet egeligideki ve Cungo Kompartiyasının başqurishi ostidagi matbuotlar bütün yer shari doirasida Xinjiang yoki mustamlik Uyg'uriston to'g'risida xato, yolg'on uchurlarni tarqatdi. Cungo Muhit televiziya to'g'ri, Cungo gazeti, Cungo xalqaro radio stansiyasi, Xinhua agentligi kam bo'lganda 2 xil, 12 xil tilda so'zlaydigan tashviqot materiallarining mazmunini qurashtirib yasab chiqdi. Hamda torbat matbuotlarga intayin ko'p mablag' solib, e'lon berish programmasi ishladi. 2021 yil 2 oyda qanday vatandosh to'g'rimi ekan? Hujum qilish 2001 yildan boshlandi dedik-ku mana. 2021 yil 2 oyda xalqaro jamiyatga to'g'rilab, Cungo Kompartiyasi Xinjiangda, yana mustamlik Uyg'uristonda qirg'inchilik siyosati bilan shug'ullandi degan ayblashga chunqur e'tibor berishga, balki diqqat qilishga boshladi. Xinhuaga bir parça atalmış, o haqiqiy qiyofat e'lon qilib, kechiringlar, uning ichiga bir munchilg'an yolg'on paket va so'z iborlarni sig'dab kirgizdi. Xinjiangda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarni nazarband qilish bu kasbiy iqtidorni tarbiyalash markazidir. O'quvchilarning jismoniyatiga va erkinligiga to'liq kafolat qilinadi dedi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining doklatiga mundaq ko'rsatildi. Cungo Kompartiyasi chet el matbuotlari bilan hamkorlashib, anglag'uvchilar va ko'rguvchilarga Cungoda ishlangan va mazmuni yasab chiqishga, Cungo yordam bergan mazmunlarni tarqitib, Cungo tanlab olgan va Cungo ishlab chiqqan mazmunlarni muayyan nopozg'i va ishonchlik bo'lishga ega qildi. Masalan, Keniya radio shirkati 2019 yili 11 oyda ismi noma'lum avtor yozgan Cungoning Xinjiangda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda namratlarni yo'llash siyosati to'g'risidagi bir parcha xabarni e'lon qilganda, kuzatuvchilar bu xabarning chinligidan gumonlandi. Bu Cungo Kompartiyasining tashviqoti emasmi deyishdi. Uchinchi, Cungo Kompartiyasi borgan sari xususiy matbuotlardan foydalanishni kuchaytirib va bu matbuotlar orqali chet ellarda uchur kontrol qilishga yuzlandi. Chet el tillaridagi ba'zi uchurlarni xususiylashtirdi. Cungo hukumati oz bo'lganda 90 yurishlik Cungo şirketleri bilan hamkorlashib, tashqari dunyoga uchur yo'llash va uchur kontrol
qilishni o'rinlashtirdi. Davomini anglaysiz o'tindir.